Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Kirib kelayotgan Ramazon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Ramazon hayiti Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Saudiya Arabiston davlatlarida 20-mart sanasiga to'g'ri keldi. Buni e'lon qilindi. Bu haqida ham O'zbekiston musulmonlar fatvo hay'atiga tayangan holda bu yil 2026-yil Ramazon hayiti 20-mart ya'ni juma kuniga to'g'ri kelmoqda. Bu yil shuningdek Ramazon 29 kun bo'ladi deb yozadi Kun.uz o'zining sahifasida. Aziz birodarlar, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.